Agar so'nggi 5 yil ichida kompyuterni o'rganmasangiz, ishsiz qolib ketish ehtimolingiz katta. Sababi, hozirda ko'plab sohalar kompyuter bilimlarini talab qilmoqda. Shu bois biz kompyuter soatxonlik kursimizga qabulni ochiq deb e'lon qilamiz. Kursimiz 3 oy davom etadi va shu vaqt ichida siz 9 xil mavzuni o'rganasiz. Dasturlarni yuklash va ularni o'rnatish, Word, Excel, PowerPoint, Google Drive, email va Gmail akkauntlari bilan ishlash, sun'iy intellekt va internetdan to'g'ri foydalanish va hattoki nutq darslari ham albatta o'tiladi. Endi sharoitlarimiz haqida gapirsam, har bir o'quvchi uchun individual kompyuter ajratiladi. Har bir o'quvchiga alohida e'tibor beriladi. O'tilgan barcha darslar esa Telegram kanalga video tarzida joylab beriladi. Bundan tashqari bizda coworking xonamiz ham mavjud. O'quvchilar darsdan tashqari vaqtda ham kelib, ushbu coworking xonamizda praktik ishlarni amalga oshirishlari mumkin bo'ladi. Xullas, kelib, yashab, o'qib bersangiz shuni o'zi kifoya. Albatta bizda barcha sharoitlarimiz mavjud. Hoziroq ro'yxatga o'ting.